Qahramon aka, Dubaydan mijoz to'g'ridan-to'g'ri qurilish kompaniyalaridan uy sotib olsa bo'ladimi? Assalomu alaykum hammaga. Albatta bo'ladi. Siz borayotgan kompaniya to'g'ridan-to'g'ri o'z proyektini taqdim qiladi va o'tkazishlikka harakat qilishadi. Dubayda realtorning vazifasi o'zi nimada, Qahramon aka? Xo'p, realtor vazifalariga kelsak, mijozni talablarini bilib olib, unga mos proyektni ko'rsatishga harakat qilishadi va mijozni byudjetidan kelib chiqqan holda Dubaydagi barcha proyektlar haqida infosi bo'ladi va chiroyli proyektni optimal variantda taqdim qiladi. Dubayda realtorni mijozdan oladigan xizmat haqi qancha bo'ladi? Dubayda mijozni aeroportdan kutib olib, proyektlarga olib borib, barcha joyini aylantirib va proyektlarni ko'rsatgan holda xizmat haqqi mijozdan olinadigan realtorlarniki mutlaq bepul bo'ladi. Biza realtorlar rahmatga ishlaymiz.